Hurmatli Namangan Gurzov avtobuschilari, kech bo'lishiga qaramasdan Toshkent Sergeli bozoriga yetib kelganmiz yakshanba kuni. Xo'p, 1 tonna 200 lik Kia so'raganlarga Kapala 340 lik budkadan. Balandligi necha metr? 2 metr Zokir aka bu. 2 metr balandlikda 340. Eng balanddan ekan bu. Oldilari umuman kraskalari ko'rib chiqdim, udar-budar bo'lgan joylari yo'q ekan. Choklar hamma yoq zo'r turibdi. O'zimiz hamkasabamizniki mashina. Umuman almashgan joylari yo'q, bakavenkalar. 2015-yil oldi balonlarni yangi holatda pashti. Eng qiziq dizel holatda bu. Orqa balonlar ham bir 90% atrofida. Kapalalari punt ochiladi. Buni video qilib qo'yaman hozir. Videosini qo'yib yuboramiz. Mashina budkalar ham umuman urilmagan boshqa ekan. Umuman zo'r, xudo xolasi, bakavenkalar bu tomon ham almashmagan. Narxini $17,700 deyaptilar. Kelishadi, telefon raqamlarini qoldiraman. O'zlar bilan gaplashib, bog'lanib gaplashib olaverasizlar. Ochib ko'ring, aka. Ko'ribdi. Yani budkaning ichlari ham o'ta ideal holatda turibdi. Ezilgan, qirilgan joylari yo'q. Pultda ishlab turibdi. Savdogarlar uchun juda zo'r variant bu. Bu bortlar ham ochiladi. Bu tomonga ham tushib turib, xotirjam tushinaveradi. Mashina вообще zo'r holatda, Koreyadan kelgan holatda turgan ekan. Telefon raqamini qoldirib qo'yaman. Sunnatiga ozgincha o't beradi $17,700 ga.